11. Аңлаш. Avtori Doktor Erkin Sıdık. Özünüzni kişilerinin kalbi bilen tutaştırış üçün kulqınızını işletin. Liderler kişilerinin yardımını kolga keltirishdən burun ularning yürəkiga ta'sir ko'rsatadi. Mana bu münasibət qanuniyatidir. Biroq bir lider boshqa bir odamning yürəkiga ta'sir ko'rsatishdən burun uning yürəkida nima borligini bilishi kerak. Uning yürəkidikini uning gapiga quloq solish orqali bilib olg'ili bo'ladi. Boshqalarning so'ziga quloq solishni xohlamaslik nachar liderlarda ko'p uchraydi. Amerika boshqarish ilmining otasi deb atalgan Peter Druckerning qarashicha, boshqarishdagi hamma masalalarning 60% noto'g'ri munosabat yoki noto'g'ri aloqalashishdan kelib chiqqan. Noto'g'ri aloqalashishning ko'pinchisi bo'lsa, boshqalarning gapiga quloq solmaslikdan kelib chiqqan. Boshqalarning so'ziga quloq solishning ikki maqsadi bor. Biri kishilar bilan munosabat o'rnatish, yana biri bo'lsa o'rganish. Shunglashqa siz tövendeki kişilerinin sözüge kulak selisiniz gerek. Birinci, sizden əgəş küçüləriniz. Başqalar əgəşini xalaydıgan yaxşı liderlər əgəş küçülər bilən birgə bolğanda qılıdığan işi yalğız birər işini hal qilish bilan çəklinib qalmaydı. Ular hər bir adamның qandaq adam ikənligini düşünüb elishqimi məxsus vaqt ajırtıdı. Nurgun kişiler özlerinin sözüge kulak salıdığan liderlerini, öz taleplerini orundap berdiğen, amma gepiga kulak salmaydigan liderlerden yaxşırak gördü. Eğer sizde fakat paketlarını kulak selip, sizge aş paketlarını yetkiziyotgan kişinin başka sözlerine kulak salmaydigan adet bolsa, onu özgertip, başkalarının sözüge haqiqiy turda kulak selin. İkinci, sizning xeridalarınız. Ba'zi liderlar öz ideyasi bilan bo'lib ketib, xaridorlarning andisi, noroziligi va takliflarini anglamaydi. Microsoft shirkatining lideri Bill Gates mundaq deydi: "Norozi bo'lgan xaridorlar har vaqt bir masala. Shundaqla ular sizning eng cho'ng fursatingiz." Ulug' liderlar o'zi xizmat qilayotgan kishilar bilan yaqin munosabat saqlashni o'zlarining eng muhim ishlarining biri qiladi. Üçüncü, sizning raqobatchilaringiz. Bir lider boshqa tashkilotni o'zining raqobatchisi hisoblaganda, u butun diqqatini o'z tashkilotiga qaratib, o'zining ishini eng yuqori pallaga ko'tarish uchun tirishib, boshqa guruhlardan o'rganishni unutib qoladi. Amerikadagi dunyoga mashhur televizor va radio boshqaruvchisi Larry King mundaq deydi: "Men har kuni atigini o'zimga munolarni eslatib o'taman. Bugün deydigan gaplarim manga hech qandaq yangi narsa o'rgatmaydi. Shunga men yangi narsa o'rganmoqchi bo'ladiganman, cho'qim boshqalarning gapini anglashim kerak." Bir lider bo'lish sifatingiz bilan siz o'zingiz qiladigan ishni boshqalarning nima ish qilayotganligiga qarab tanlasangiz bo'lmaydi. Biroq siz boshqalarning gapiga quloq solib, imkon qadar ko'p narsani o'rganib olib, shu orqali o'zingizni texmi yuksaltirishingiz kerak. To'rtinchi, sizning yetakligichingiz. Amerikadagi nurg'un idora o'rinlarda shu yerda ishlaydigan xodimlar o'zlari uchun bir yetakligichi tanlasa bo'ladigan mexanizm bor. Men ishlayotgan NASA'dimi shundoq bo'lib, 2004-yili mush idoraga yangi kelganda men boshqa bir guruhning Hamid ismli boshlig'ini o'zimga yetakligichi qilib tanladim. U kishi ironlik bo'lib, bizning idorada ishlagili 25 yildak bo'lgan ekan. Dastlabki bir oy vaqt ichida men u kishidan bizning idoraning kasbiy xodimlar bilan boshliqlarni o'stirish mexanizmining qanday ekanligi, ilmiy maqola e'lon qilish, yig'inlarga berish qatorliq bir qator ishlardagi belgilamalarning nima ekanligini o'rgangan edim. Qisqasi, Amerikada yetakliguvchi, ya'ni mentor degan rol nihoyatda keng umumlashgan bo'lib, buningdan hamma kishilarning xabari bor. O'ziga bir yetakliguvchini lozim qilmaydigan darajada yetilib bo'lgan yoki tajribalik bo'lib ketgan lider bo'lmaydi. Agar sizning biror yetakliguvchingiz bo'lmasa, siz darhol birini teping. Agar sizga ashundaq bir odam tepish imkoniyati bo'lmaydi ekan, undaqda bu jarayonni kitob o'qishdan boshlang. Bu yerdagi eng muhim masala qishingizda sizga yo'l ko'rsatadigan bir odam yoki bir qancha kitob bor bo'lishdir.